Elmurod Haqnazarovni administratori Bahodir akam bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elmurod Haqnazarovni konsertida jonli ijroda ashula aytdingiz. Bu ashula konsert uchunmidi? To'g'risini aytaman, o'zi aslida bu ashula konsert uchun emas, shu konsert shu ashula uchun qilindi. 3 minutlik konsert uchun soatlik konsert qildik. Yo'q, men o'zi to'g'risi yoshligimdan she'r yozaman. Mana shunaqa sal hobbiyim bor. O'zim she'rlarimni chiroyli bir kuyga tushib qolganini qo'shiq qiladigan odatim bor. Bu birinchisi emas o'zi aslida, rasman ikkinchi ofitsialniy qo'shig'im. Elmurod akam oldida vazifangiz nima? Ishim ko'proq background deydi, orqada fondagi qaysidir ma'noda prodyuserskiy ishlaymiz, qaysidir ma'noda organizatorskiy konsertlarni tashkillaymiz. O'zimiz konsertlarimizni mana xudo xolisa 4 yildan beri o'zimiz tashkillaymiz. To'y xizmatlar, reklamalar va hokazolarni gaplashib hal qiladigan, razgovorlar qiladigan odamman. Siz ham yakkahol konsert berishingiz mumkinmi? Bilmasam, bir narsa deb bo'lmaydi, to'g'risini aytaman. Chunki buni orzu sifatida orzular javoniga qo'yib qo'yamiz. Lekin qachondir biz ham masalan xalqlar do'stligida 5-6 kunlab Elmurod Haqnazarov konsertini qo'yishimiz bu qachondir orzular javonida turgan narsa bo'lgan va bugun yetishdi xudo xolisa. Balki bo'lib qolishi mumkin, lekin men aniq shu tomonga qarab harakatlanmayapman. Shu konsert qo'yaman degan plan bilan ketmayapman. Bilib bo'lmaydi, qo'ygan Alloh. Bahodir akami xalqlar do'stligida yakkahon konsert berishni xohlaysizmi? Kommentariyaga yozib bitta yurakchani qizartirib qo'yamiz.